xabaringlar bor, 0 dan 8 haftaning ichida soch olishni o'rgataman deb ikkita shogird olgan edim. 10 kundan oshiq vaqt o'tdi. Shu 10 kun ichida ular nimalarni o'rganganligi haqida birma-bir so'rab chiqamiz. 10 kun ichida men yuz chiskasini qilishni o'rgandim. Kantovka qilishni o'rgandim, ukladka qilishni o'rgandim, qaychi bilan ishlashni, tarola bilan ishlashni o'rgandim. Mashinka ishlatishni o'rgandim. Bosh formasiga qarab soch olishni o'rgandim. Shu 10 kun bo'lgan bo'lsa kelganimga 10 kun ichida tez tirishgani o'rgandim. Sochlarni ukladka qilishni o'rganyapman sekin-sekin. Yuzlarni chiska qilishni o'rgandim. Soch soqollarni bo'yashni o'rgandim. Qaychi tarolarni yaxshi ishlatib, kantovkalarni to'g'ri qilishni o'rgandim. Rezultatlar zo'r aka, yaxshi. Men 10 kun ichida bunaqa o'rganaman deb o'ylagandim. Ham nazariy ko'rib, ham amaliy ham quvamiz. Hammasi yaxshi ketyapti. Zo'r darslar. Ya'ni 10 kun bo'lgan bo'lsa, ko'p narsalarni o'rganib yaxshi bo'lyapti darslar. Hamma narsani o'rganayotgan narsalarimni amaliyotda qilishni o'rgandim. Faqat nazariy emas, amaliyotda qilib, hamma narsani sinab ko'raman. Hammasi zo'r.